Harlab o'lmolga o'xshab. Tur o'rningdan Tursunboy. Kim? Telefon gapiribdi. Ha gapiraman-da. Turmasa qasan, unga budilikka qo'yasanmi odam jinni qilib? Nima tiqib qo'ygansan orqamga? Ha bu zaryadchik telefon jonim. Seni ham orqangga bitta narsa tiqib qo'ya, ertalabgacha uxla qanday bo'lar ekan? Ha bo'pti, xabar bo'lma, qurbaqachaga qo'yamiz sani. Qurbaqachaga o'zi qurbaqachangni qo'y. Batarkani ishini bor ya qurbaqachida. Mana nima orqamdagi? Nima tiqib qo'ygansan? Ha bu avtoritet telefon jonim. Qachon ishlatasan bu dollarni onasini hamsa? 1 yildan beri orqamda turib terlab ketdi. Mana nima rezinkasi? Pul rezinkasi. Boshqa joyingga taqasan rezinkani, tushundingmi? Menga rezinka taqma, belim og'rib ketdi. Men sana ayangga aytaman. Nimani? Tualetda qanaqa videolar ko'ryapsan? Skript papkalarga nima videolar yashirgansan? Qizlarning nomerini nima deb saqlab qilgan? Hammasini aytaman ayangga. G'irt kazol telefon ekansan-ku, ha? Kazolmanman. Menga unaqa kazol telefon kerak emas. Men yangi telefon oldim, между прочим. Keyin buni protsessori ham tez. Senga o'xshab qotmaydi. Ha, biz ham yoshligimizda qotmasdik. Любой narsani qilardik. Turi yo'qmi? Kazol. O'zimni aqlli telefon jonim. Xo'jayin, har doim xizmatingizga tayyorman. Davring keldi. Seni ham orqangga ertalabgacha zaryadchik tiqib qo'ysin, o'shanda gaplashamiz. Biznikiga bir marta tiqsa 2-3 kunga yetadi, chunki batareyamiz baquvvat. Manikiga har xildan tiqardi-da. Begonanikini ham tiqardi. Nimasini tiqardi? Zaryadchikini garang.